Assalomu alaykum barchaga. Masjid yonida qabriston. Onajonimni ko'rishga keldim. Hayotda oz yashab ko'p azob ko'rdim. Qizimni borib ko'ray desam, Rossiya meni deport qildi. O'lgan kuni hatto o'ligini ko'rolmadim. Dedingiz jon bolam saqlama dilda g'am. Mehrni narxi yo'q. O'lding, o'chding degani shuda. Ana intiqom bosib yotibdi. Lekin ota onangga kelmaskan maloli o'zlab qolma yo'qotgach. Shahar obodonlashtirishga yolg'iz bir ovoz aytib ko'ray qani. Mehribonim ona, beazorim ona. Biron kun o'lgandan keyin eng qizig'i 5 yil eslarmikan a? Yaqinlarimiz ham. Beazorim ona. 5 yil. Ko'p emas 5 yilgina. Onajonim ona. Onajonim yotibdi bu yerda, onajonim. Alloh tomonidan berilgan farishtam yotibdi bu yerda. Onajonim. Chiroyligim. Betakrorim. Olovlardan himoya qilgan onajonim. Andishasiz yurganda ortimdan g'iybat qilib nomarddan ulfat Men Allohdan eng katta mukofotni onam va qizim deb olaman. Eng katta mukofot unga tengi yo'q deb o'ylayman-da. Bular jannat. Onam va qizim jannat. Allohimga behisob shukr aytaman. Bundan-da katta mukofot bo'lmasa kerak. Duolaringiz sabab omad quchog'ini ochib, davru davronim keldi, yo'qchiliklari qochib. Aslida siz ekansiz, mening baxtu omadim. Quyoshdek porlab turing, boshimda nurlar sochib, onam. Yotgan joyingiz jannat bo'lsin. Barchaniki jannat bo'lsin ilohim. Ilohim. Oh, nasib. Beg'uborim ona, onajonim ona. Ichim to'lib aytdim-da gapning xonasi, bunchalarim mort bo'lar odam bolasi. Eng vahshiy inson ham dod faryod qilib yig'larkan hayotdan o'tsa onasi. Mehrning narxi yo'q, do'stlarning soni, minnatli bo'larkan o'zganing noni. Lekin ota onangga kelmaskan maloli, bu dunyoda jannatim omon bo'lsin jon. Tarona.net show biznes olami. Qizalog'i muslima tuproqlar ostida yotar u farishtam jimgina. Qizalog'i muslima suratingiz qo'limda, sizni mendan ayirdilar bir umrga. Farishta muslima, ko'ngli to'la orzular, dadajon degan so'zlar, qani ular. Farishta muslima, yuragimga ko'nganman, siz o'lgan kun o'lganman, go'yo yo'qman. Farishta muslima.